to'g'ri xushxabarim bor. Xudo xolasa hozir emas, 3-4 kundan keyin inshaalloh bu narsaga asos solinadi. Toshkent viloyati arendaga mototsikl qidirib yurgan bo'lsangiz yoki nasiya to'lov misol uchun akalar, boshiga qanchadir plyus bor, qolganiga yetmayapti. Men sizlarga arendator firmalar topib qo'ydim. Hozirda o'z platformalar orqali oldi sotib bo'lyapti. Endi promoy o'zimizdan ham xarid qila olasiz. Oldi sotishni yozuvchisi Xudo xolasa men sizlarga shunaqa tashkilot topib qo'ydim. Mendan bayk sizlarga olib beradi. Sizlar ularga halol nasiya qilib qo'lab yurasizlar. 2 oylik obuna bo'lib qo'ying, Xudo xolasa. Hozirda skidkali narxlar bilan tanishtirib o'tamiz. Bu yangilikni esa do'stingizga jo'natib qo'ying. O'rtoqlar, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlar? Tuzumsizlar? 2800-3000 dollarga boshqa joylardan haydalgan, yana nimadir ishi borini olib, shuncha rasodga tushgandan ko'ra, sizga ishi yo'g'ini ham, doda sassiyanasizligini ham ko'rsataman. 2200 dollarga. Mana keling, 2023 4.5 prebeg yurgan, hech nima ishi yo'q, ideal holatdagi H2 apparatimizni, radiator axlatlanadi. Orqadan juda ham chiroyli chiqqan gulishtirlari, zakrovayishi pad nomerlari. Gulishtirlarimizni ichi kesib ochilib, ya'ni ovoz pasaytirgichlari kesib olib tashalingan. Primatochniy bu ishi bu. Plamagasitlari olib tashalinib, chiroyli qilib chiqarib qo'yilgan. Apparatda hech nima rasxoti yo'q, olasiz haydaysiz. Yangi vilkalarda, duga защита slayderlari ham yangi, polniy poкраска qilib, chiroyli qilib tayyor qilib qo'yganmiz. 2200 dollarga turistalik. Nima deyapti? Bosib oladigan joyi olib yayrab minsa bo'ladi.